Insoniyat tarixidagi eng dahshatli qotil 70 milliondan ortiq odamni qirib tashlagan. Gitler va Stalinni birgalikda olganda ham ko'proq. Bu hodisa 1949-yil Xitoyda sodir bo'lgan. Kommunistlar hokimiyatni egallashdi, fuqarolar urushi yakunladi va bu voqealarning markazida Mao Zedong turardi. U oddiy rahbar emas edi. Ba'zilar uchun u shoir, faylasuf, Yunanning dalalaridan chiqqan va butun millatni boshqargan dehqon edi. U adolat, tenglik va Xitoy xalqi uchun yangi imkoniyatlar borligi haqida gapirar edi. Dunyo uchun u inqilobchi qahramon edi, o'z xalqi uchun esa qutqaruvchi. Ammo undan keyin bo'lgan narsa qutqarish emas edi. Yer islohoti ommaviy qatllarga aylandi. Keskin o'zgarish ocharchilikni keltirib chiqdi. 10 millionlab odamlar halok bo'ldi. Madaniy inqilob esa butun bir avlodni jim bo'lishga majbur qildi. Mao qurollarni ishlatmagan, bombalarni tashlamagan. U siyosat, mafkura va sukunat orqali o'ldirgan. Bunga qaramay, uning portreti hanuzgacha Pekin devorlarida osilib turibdi. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.